Niderlandiya bosh murabbiyi esa O'zbekiston milliy terma jamoasi bilan bo'lgan uchrashuvdan so'ng qanday fikr bildirgani hammaga qiziq bo'lsa kerak. Biz uni ham sizlarga o'qib eshittirishga qaror qildik. Ronald Koeman Niderlandiya bosh murabbiyi shunday fikrlarni bildirib o'tibdi. O'zbekiston milliy terma jamoasiga qarshi bo'lgan uchrashuvdan so'ng menimcha hujumchilar doimo gol urishni xohlaydi. Umid qilamizki, imkoniyatlar yaratishda davom etamiz. Bitta imkoniyat yaratish yaxshi, lekin ikkita gol urish tabiiyki yanada muhim. Aks holda ko'p o'yinlarda g'alaba qozona olmaysiz. Hozir men unchalik ham hafsalam pir bo'lgan holatda emasman. Men bundan ko'ra Jazoirga qarshi o'yindan keyingi ko'proq xafa bo'lgan edim. Chunki o'sha uchrashuvning birinchi bo'limida juda ko'p yaxshi vaziyatlar yaratdik. Bu safar esa qizil kartochkagacha deyarli bir necha narsa qo'ldan chiqarganimiz yo'q edi. Ammo qizil kartochka epizodi mutlaqo tushunarsiz holat bo'ldi. Axir aytingchi, atayin qo'l bilan o'ynash bo'lmagan vaziyatda qanday qilib futbolchiga qizil kartochka berish mumkin? Agar jahon chempionatida ham shunday hakamlar darajasi shunday bo'lsa, hali ko'p kuladigan voqealarni ko'ramiz. Ma'lumot uchun ushbu uchrashuvda O'zbekiston milliy terma jamoasi 2-1 hisobida Niderlandiya terma jamoasiga mag'lub bo'ldi. Keyingi, ya'ni 35 minutdan tashkil etilgan qo'shimcha bo'limlardagi o'yinda esa O'zbekiston terma jamoasi 2-1 hisobida Niderlandiyani mag'lub etgan va bu uchrashuvda ko'proq zaxira futbolchilarimiz maydonga tushgan.